Mana shu mahallada mana yashaganimga 70 yildan oshdi. Va Chortoq tumanimizda ham qurilish ishlari, obodonlashtirish ishlari, mahallalarimizni ham asfaltlashtirish ishlari davom etyapti. Oldingi mana holatlarimizni aytadigan bo'lsam, oldingi holatlarim nihoyatda loy, turpoq, chang edi. Buni qachon ko'chalarimizga ham asfalt bo'lar ekan, chiroyli bo'lar ekan deb orzu qilardik. Mana orzuyimizga yetdik. Mana yaxshi bo'ldi, mana asfaltlashtirish bo'ldi. Juda ham chiroyli asfaltlar bo'lyapti. Bundan biz xursandmiz. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik sharoitlarni qilib, bizga mana shu xalq uchun obodonlashtirish ishlarini tashkil qilganlariga. Parvardigor o'zi ko'ri o'zi turibdi. Mana yurtimiz, viloyatimiz, tumanimiz tinch ekan, bu shukronalik ishi. Bunga shukr qilishimiz kerak. Bo'lajoy, bo'la davlatlarga Allohim o'xshatib qo'ymasin. Shukrona duoda turamiz. Xalqimizni deb, bu xonadonlarimizni deb kechasi kunduzi uxlamay yurtboshimiz, prezidentimiz hamda bo'lak mutasaddilar, tumandagi ishchilarimiz, hokimlarimiz, o'rinbosari hammalari harakatda turishdi. Doimo mahallalarimiz, yurtlarimiz tinch bo'lsin. Bu hamma obodon bo'lyapti. Mana ilgarigi Chortoq yo'q. Hozir hech kim tanimaydi. Bu tarixda qoladigan ishlar bo'lyapti. Doimo abadiy bo'lsin bu. Doimo yurtimiz tinch bo'lsin. Ming rahmat. Mana hamma ko'chalarimiz asfalt bo'lyapti. O'ziga shukrona duo qilamiz.